Assalomu alaykum. 27-aprel Leo Garden olma bog'ida ish jadal davom etyapti. Intensiv bog'larda ishlarning holatini yoritib boramiz sizlarga. Frezada mana giloslarni o'tdan tozalab, mana ketmon vazifasida bog'ni toza qilish, ko'chatlarni o'tdan tozalash va izma-iz mana sug'orish jarayonlari jadallashtirish kerak. Gilos yer sparena bo'ladi. Ishlov bo'lganidan keyin qurish tezlashadi, yerda namlik yo'qoladi va mana izma-iz ariq olish jarayonlari bo'lyapti. Leo Garden bog'ida Sweet Ariana, Sweet Lawrence, Frisco va boshqa navlar bor bu giloslarimizda. Giloslarimizni parvarishlash va Pink Lady navlarida o'tlarga qarshi dori sepish ishlari bo'lyapti. Leo Garden bog'ida. Leo Garden bog'ida yosh giloslarimizni, bu yil ekilgan giloslarimizni 1 tonna suvga 15 kilo karbamid qo'shib qo'lda sug'orish ishlari bo'lyapti. Leo Garden yosh giloslaridamiz. Yosh giloslarimizda yer osti suv nasos liniyasini ham ishga tushiryapmiz. Bu ham tez kunda tushib qoladi, xudo xolasa. Bu giloslarimiz Mimba navlari, Mimba Sweet Ariana changlatuvchi qilib ekilgan. Yana mana frezaga muhtoj. Freza tugatishi bilan yana tepa kartadan boshlashimiz kerak. Yomg'ir bo'lyapti, bahor mavsumi. O'tlar bilan tez kuchli shug'ullanishimiz shart. Frezaga muhtoj mana ikkinchi qaytasiga ham. Kecha obeddan keyin azotlash ishlari giloslarimizda olib borilgan. Ketidan mana sug'orish ishlarini ham boshlab yuborganmiz. Leo Garden giloslarida sug'orish jarayonlari mana davom etyapti. Leo Garden olma bog'ining yosh giloslaridamiz. Leo Garden bog'ida mana giloslarimizga oltin gugurt atrofiga sepish ishlari bo'lyapti. Mana holatlar kelayotgan zararli hasharotlarga to'xta belgisini berish maqsadida giloslarimizni hasharotlardan himoya qilish, ildiz qismi, tana qismlarini. Shaftoli zorlarimizda mana shlankalarni remont qilish va bog'ni sug'orish ishlari bo'lyapti. Bu sug'orish ishlarimiz har kuni davom etadi Leo Garden bog'ida. Shaftoli zorlarimiz mana. Payvand qilingan shaftolilarimizni mana payvand ushagan holatlari. Garnem payvandakda o'zi o'lib qolgan ona shox va qaytadan bachkilanib mana payvand qilib buni mana bularda endi to'liq tozalasa bo'ladi va o'sishga yordam. Bunga Samanta navli shaftolimizni payvand qilganmiz. Leo Garden bog'ida. Xonadoningizda payvand qilinganlar bo'lsa, shunaqa tozalab nazorat qilib turish shart va o'sishga dalda bo'ladi bu. Kuch bitta qilingan payvand nuqtaga boradi. Samanta navlari mana. Zapravkachilar mana, zapravka qilish ishlari. Pink Lady 6-karta Pink Lady navlarida ildizdan mana
temir moddasini berish ishlari bo'lyapti. EDH6 markali temir moddalarini beryapmiz. Rangi sarg'ayishiga qarshi. Mana bu ko'rinishga beriladi temir moddasi. Mana bu ko'rinishda to'q bo'lish kerak. Bu intensiv bog', biri to'q, biri och, sirazi bilinadi. Mana och taraflarimiz hammasiga bir xilda berilib, mashq holatga olib kelinadi. Olmalarimizning barglaridagi rangi. Yosh noklarimizda Leo Garden olma bog'ida erkalining navi bu. Mana liderni yakkalash, raqobatni olib tashlab, mana raqobatni bittalashtirib, o'sishga sharoit yaratish ishlari bo'lyapti. Yosh noklarimizda. Iyun go'zali noklarimiz mana ko'rinish holatlari. Iyun oyida pishadi xudo xolasa. Liderlarni yakkalash, bachkalarini tozalash ishlari bo'lyapti. Yosh noklarimizda. Liderlarni boylash ishlari ham davom etyapti simlarga. Mana bu holatda boylash jarayonlari. Leo Garden iskana payvand erkalini navlari bu. Qator erkalini. Leo Garden bog'ida bir kunlik ish rejimimiz va ish faoliyatimiz 27 aprel Qirol bog'i.